Gabriel oxirida to'pga kelib tepayotgan paytida nega ura olmadi desak, birinchidan o'zi faoliyatida birinchi marotaba penalti tepdi. Katta futbolda Gabriel penalti tepmagan ekan. Ikkinchidan esa hisobni tenglashtirish uchun borgan edi. Bunaqa paytda tepadigan futbolchining holati boshqacha bo'ladi. Hozir uradi-yu, jamoa chempion bo'ladigan holatda butunlay boshqacha kayfiyatda boradi futbolchi. Badjoda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bekorga Badjoga o'xshatishmayapti va xuddi Robbi Badjoga o'xshab turib, o'sha paytda braziliyalik futbolchilar uni atrofidan o'tib ketishgan-ku. Bu yerda ham xuddi shu kartina bo'ldi. Gabrielning o'zi qoldi va uning atrofida ham o'tib ketganda faqat bitta farqi bo'ldi. Boshqacharoq holat kuzatildi. Braziliyalik futbolchilar bir-birlarini qo'llab-quvvatlashdi. Ya'ni Marquinhos hamma bilan nishonlamadida, shunday kelib turib Gabrielni quchoqladi. Sababi yaqinda Carlo Ancelotti boshchiligida Braziliya terma jamoasi mundialga boradi. Ya'ni ertaga bular o'rtoq bo'lishadi. Ertaga birga jang qilishadi. Bir qo'shindagi yigitga aylanadi. Va bu menimcha Marquinhos uchun ham, Gabriel uchun ham muhimroq mana bu Chempionlar Ligasiga qaraganda. Chunki millat kutyapti. Braziliya sog'inib qoldi. 24 yil bo'lib ketdi. Mana shu e'tibordan Marquinhosning borganligi hozir rosa maqtalyapti. Ajoyib hodisa.